Assalomu alaykum do'stlar. Biz 21 va 22 savollar tahlili. Xo'sh, savol bitta, faqatgina birinchi 21 savolda boshqa narsadan so'ralyapti. 22-savolda umuman boshqa narsa so'ralyapti. Birinchi 21 savolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 7 yoshli erkak Yosemit milliy bog'ida hayking qilayotgan paytda adashib qoladi va u 8 kundan so'ng topiladi. Qutqarilishdan avval hech qanday ovqat yemagan, faqatgina suv ichganligi aniqlanadi. Bu bemorning miyasi quyidagilardan qaysi birini, ya'ni parchalanishga metabolizmdan himoya qilish uchun glyukoza sarfini pasaytirgan va keton sarflarini bo'lsa oshirgan deyilyapti. Glyukozani pasaytirgan. Bu savolga javobim bilamiz. Glikogen zaxirasi 1-2 kun mobaynida yetadi. Ammo olgan keton tanachalar bo'lsa 3-8 kunlik ochlikni bemalol qoplay oladi keton tanachalari. Endi miya bilamiz, asosan energiyani glyukozadan oladi. Shuning uchun organizmda glyukoza tugab qolishi kerak emas. Ya'ni ko'proq energiyani glyukozadan emas, balki keton tanachalaridan olishimiz kerak. Chunki keton tanachalar uzoqroq muddat bizga energiya hosil qilib bera oladi. Keton tanachalar qayerdan oladi deydigan bo'lsak, oqsillarning katabolizmidan, ya'ni oqsillarning parchalanishi oqibatida bizga energiya hosil qilib beradi va bundan buning natijasida keton tanachalar sintezi oshadi. Ya'ni keton tanachalar sarfi oshadi, ammo lekin glyukoza sarfi pasayadi. Javob shu. Endi do'stlar 22-savolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 7 yoshli erkak Yosemit milliy bog'ida hayking qilayotgan paytda adashib qoladi. U 8 kundan so'ng topiladi va 8 kun davomida hech qanday ovqat yemagan, faqatgina suv ichgan ekan. Qaysi laboratoriya testi bemor umumiy oqsillar defitsiti, ya'ni yetishmovchiligini aniqlagan yoki yo'qligini, oqsillar normadaligini umuman qanday aniqlashimiz mumkin deyilyapti. Bunda qon zarzabidagi umumiy oqsillar miqdori aniqlanadi. O'zi qonda 100% deydigan bo'lsak do'stlar, uning 7%ni oqsillar tashkil qiladi. Bilamiz do'stlar, eng qondagi oqsillardan 3 ta asosiy oqsillarimiz bor. Birinchisi albuminlar, globulin va fibrinogen oqsillar bo'ladi. Shularning normasiga qarab turib, ya'ni oshgan bo'lsa yoki kamayganmi, shularga qarab turib oqsillarning defitsiti bormi yoki bo'lmasam yo'qligini aniqlashimiz mumkin.